Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun. Bugungi 25-may bitiruvchilarimizni so'nggi qo'ng'iroq bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barcha sinfdoshlarni biz juda ham bir oqibatli gruppa bo'lganmiz. Mana ko'rishamiz deb bugun ham ko'risha olmadik. O'z aslida bugun juda ham qadrli kun. Hamma maktabdan qutuldim, urre deb xursand bo'lgan joyda yillar o'tib, bizadek bo'lgan yillarda bu aslida juda ham qayg'uli kunligini tushunib yetasizlar. Chunki eng zo'r paytlaringlar ortda qoldi. Bu yog'iga ham yaxshi kun-u bolaliginglar уже qaytmaydi. Xo'p, biz ham maza qilib o'qituvchilarimiz bilan zato diydorlashib keldik. O'g'lim masalasi bo'yicha buni men storieslarda aytib beraman, обязательно sizlarni xavotirga qo'ydim. Bolalaringizga ehtiyot bo'lishinglarga yana bitta mavzu aytib beraman.